ham so'rab kelishadi bunisi mana. Maytib turibdi mana. Ovqati bu nima shakarni pudra. 71 yoshli G'anijon ota Yo'ldoshev asalari haqida gap ketsa dili yayraydi. Chunki uning qariyb yarim asrlik hayoti shu sohaga bag'ishlandi. Hozirda Quvasoy shahrida Tolibjon G'anijon asalaricha fermer xo'jaligi tashkil etilgan bo'lib, otaxon 400 quti asalari parvarishiga bosh-qosh bo'lmoqda. Bundan doimo zavqlanadi. Qiladigan ishim birinchi o'rin asalari. Asalarini borib, ko'rib, qarab, ko'nglim o'rniga tushadi. Bo'lmasam shu bir tomonim shu tortib turadi tariga. Bugungi kunda G'anijon ota 3 nafar farzandi va 16 nafar nabiralari bilan birga suyukli kasbini mehr bilan davom ettirmoqda. Asalarichilar oilasi har yili o'rtacha 5-6 tonna tabiiy darmondorlarga boy mahsulotni hamyurtlarimizga yetkazib berishmoqda. Alloh tomonidan bizga uchun berilgan bir katta ne'mat bu. Ishi mo'jiza. Bu asalarini qilgan ishini dunyoni man degan robotlar ham qilolmaydi. Tajribali asalarichi Yevropa va Osiyodagi o'nlab davlatlar bilan faol hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Xonadonda o'ziga xos kichik ilmiy amaliy laboratoriya ham tashkil etilgan bo'lib, mahalladoshlariga ham asalarichilik sir asrorlarini qunt bilan o'rgatishadi. Tog' asallari nafas yo'llariga yaxshi foyda beradi. Mana shu sovuq kunlarda inson a'zolariga o'tgan sovuqlardan himoyalash uchun paxta asaliga yetmaydi. Asal so'rab keluvchilarga sog'lom turmush tarzi, kasalliklar profilaktikasiga qarab eng ma'qul asalni tavsiya etamiz deydi otaxon. Shamollashdi, yalalanishdi, yara bo'ladigan bo'lsa, propolis etni eski holatiga keltiradi. Tabiiy antibiotik bu. Gulchang qonni tozalaydi. Jigarning faoliyatini tiklab beradi. Kim so'rasa aytib tavsiya qilaman. Xudoga shukr, rahmatlar aytib yurishadi.